Mən ədəbiyyat temisidagi muhokamaga gapni burdim. Mağa münasibətlik bo'lğaşqimikin ədəbiyyat haqidagi Sayfiddin bilan qilishgan gaplaringizga bakli qiziqdim. Əmdi mushu temada bir oz so'zlashsak bo'ptikan. Bo'ladi, əmsi başlang, dedi u bir turlik yaqinlik ifodalab. Meni haqiqatan o'z ko'rganligining jakosidek bir xil әkiltish ahangida. Siz izchil 50-ci yillardan qolgan təvərrüklərdən narazı ekanligingizni sezdirib turibsiz. Ammo yoshlarga umid bilan qaraydiganligingizni bildirdingiz. Bu bir formulalashgan umidvorlikmi yoki bir bishorat sezyaptamsiz? Bək diplomatlarcha talaffuz ishiltib ketmasingizmi bo'ladi? Sezdirayotganligim haqida. Chunki men sezdirdim emas. Oshkora jakarlayapman. 50-ci yillardan qolganlarda umid yo'q. Ular namataq uchun, tarixda shoir, yozuvchi deb nomi qilishi uchun yozadi. Buning qandoq nom bo'lishi bilan ancha hisoblashib ketmayotidi. Bu hol xotiramga Chexovning bir hikoyasini keltirdi. Hikoyada tasvirlanishicha, ma'lum bir shaharda doimli mast yuradigan bir zaboy bir kuni bir parcha gazetni ko'tarib olib, har ko'rgan odamga maqtanamish. Do'st birodarlari, oilasidagilar kimni ko'rsa, "Men baxtliman, men mashhur odam bo'ldim. Bugundan boshlab butun Rossiya meni biladi" demiş. "Nimishga unda xo'p ketding?" deb so'rag'uvchilarga, "Bu gazet butun Rossiyaga taqlamdi. Ha, demak meni butun Rossiya biladi. Men baxtliman, men mashhur bo'ldim" deb beribdi. Biri taqat qılamay uning qo'lidagi gazetni yulib elib, uning oqibatlarining bir burchigida qalam bilan doiraga elib qo'yilgan qisqagina bir havorai haqidagi xabarga ko'z tushibdi. Xabarda palon shaharda, palon chislarda shunchalik qattiq bo'ron chiqdiki, ko'chada mast yurgan Palanovich Pustanovni yiqitibdi deyilgan ekan. Xuddi shuningdekla nomim chiqdi deb o'ylaydiganlar asos salmoqda bo'lib kelishdi. Yoshlardan umidvorligimmi hargiz ijobiylikni doimli asosiy o'rinda deb gap sotadigan gap formasida deb qo'yilgan gap emas. Siz Tarimning 1983-yildagi bir sonida, balkim 4-sonida bo'lsa kerak, e'lon qilingan bir hikoyani o'qimadingizmi? Uning makoni degan hikoya. Abdori Ablimit Sabirni Qashqarda ma'lum bir maktabda o'qituvchi deyishidi. Uning makoni qayerga demamsiz? Turmikan. U bütün kommunist jamiyatini turmaga o'xshatibdi. Hatto kommunist jamiyatidan turma yaxshiroq deganni ilgari suribdi. Men degandim-ku, agar odamning niyatida bo'lsa, fursatni marabla turadigan gap. Fursat kelsila qapasdan tashidaganga hozir turadigan gap. Mana shundoq. Madaniyat zo'r inqilobining chekdan oshgan jinoyatlarini fosh qilish moda bo'lgan fursatdan foydalanib, ana shundoq bir hikoyani e'lon qilibdi. Gerçi u madaniyat inqilobining jinoyati degandek bahona bilan yozilgan. Uning ilgirisida va keyin undaq emas demakchidek qiyofatga kirib olgan bo'lsa-mu, kommunist jamiyatining mushu fani dunyoning do'zaxi bo'lishdek asosiy mohiyatini dodil, yuraklik echibdi. Mana bu bir inqilob. Bir davr bo'lgunch burilish nuqtasining signali. Haqiqiy reallikqa yuzlanadigan asar bo'pti. Mana bunga qarab, menda bir umidvorlik yiltiz tatmoqda. Demisimu ümidsizlik kufriga tutgan bir ruhiy holat bo'lib, dinda buningga o'rin yo'q. U yana shuni qo'shib qo'ydi. Bilamsiz, uzun va oq-oqidan kelgan takrar savoqlardan keyin ba'zi adiblarimiz xatolarini, burchini to'nidi, dedik. Ammo madaniyat inqilobidek mana shundoq bir talva harakatda tatqanlarimi ba'zilarga texi yetishmagan. Yani madhiya bilan o'rnidan turgan bo'ldi. Faqat 80-yillardan keyin insobi tugab ketmaganlardan ba'zilari ojiz nidollarida xatoliklarga ishora qilib, afsusliklarini bildirishdi. Yodingizdami? İki haykalning suhbati degan she'r. Ashu shimoliy qo'voqdagi gullikning o'ttirsiga ozodlik armiyaning Urumchiga kirganligining xotirasi uchun bir Xitoy askarining haykali tiklanmadimi? Bir haykel turibdi bog'da tik, tenha. Ustida yepincha, qo'lida yaroq. Tonudim men uni, tonumidi u, chunki u egizda, men pastda biroq. Esingizga keldimi? Ha, shu. Uningda yana shundoq misralar bor. Ayrılmaz qo'shmoq biz degini qini. Ajaba bo'p qopdiq, endi unutqoq. Gerçi bu iki put göğge sangılğanda, ölüm bilen arılıqı bir g'eriç qağanda tovu qılğanға o'xşasımı, yenila apirin eytishqı toğrı kelidi.
Chunki u oxirgi tiniqlarigacha "Dostum Lauchang, Chang Shuji" Teyipcan İlyovning oxirgi she'rlaridan deb o'lganlarga baqqanda bularga apirin demay bo'lamdi. U sahna asarlari haqida shundoq baho berdi. Bo'libmi sahna asarlari bakmu barbod. Ko'tirib chiqilayotgan mazmun yozma adabiyotdagi bilan o'xshash. Ammo ashu nachar mazmun rol og'uvchilar tarafidan texmi sun'iylashtirilib, huquqidagi darajaga berib qoladi. Artistlar umuman sahnada real, hayotda gap qilgandek ahang, talaffuz, kayfiyat, shiva bilan gap qilmaydi. Nemishqidir chiroyliqlashtirmoqchi bo'lib, rang berishga tirishadi. Mana shuning bilan aksicha natija berib satlashidi. Real hayotdagi odamlarga o'xshamaydigan, g'alati chiqaroq, erkilgan yoki nozliq talaffuz odamning g'idiqini keltirdi. Bundaq rol elish san'ati jihatda Sovetdagilar yaxshiroq tek qiladi. Men ba'zida radio dramalarni anglab qolaman. Qarasam, bovay roli og'allar bovaylardek, dehqonlardek so'zlaydi ekan. Buning sababi ularning ruslar orqali Yevropa san'atining ta'siriga uchraganligi bo'lsa, bizga ulgu bo'lish kerak bo'lgan akalarning ahvoli san'at jihatda texmi yomon ahvolda bo'lganligi bir sabab bo'lgan. Artistlarning bu muvaffaqiyatsizligining sababi sahnaga chiqqandimi o'zining artist ekanligini doimiy asli tutishi. Roldagi ashu dehqon yoki ashu massaboy bilan organik birlashib o'zining kimligini unutib ketolmaganligidan bo'lganligidir. Adabiyot haqidagi muhokamalardan foydalanib, o'zimning haddi-harakatlarimga to'g'ri bir siziq chizib olishga urinishim menga aram bermaydi. Shunga amdi gapni navbatda ancha-muncha o'tirg'i chiqayotgan an'anaviy uslublarga o'xshamaydigan asarlar haqida, dunyo adabiyoti namunalarining Uyg'urlarga tunishtirilishi va buning foyda ziyonlari haqida uning og'zini tatilashga urindim. Men sizga jamiyatdagi eng ushoq kayfiyat o'zgarishlarimi bir yoshirin yo'nlantirishdan xoli emas. O'z-o'zidan bo'lmaydi demabmidim. Adabiyotda jahonning tabiiy iqimi bilan kelgan latqalarga qarshi ko'chinishni ko'ryapsiz. Eqib kelgan foydali narsalarni suzib olishga intilayotganlarning kimliklariga diqqat qildingizmi? Biz aslida an'anada chang turadigan, burunqi qimmatlarga esilib oladigan konservativ millat emas. Yangi narsalarni darhol qabul qiladigan millat edik. Hatto bu yangiliklar ziyonli bo'lgan taqdirdami? Amdi ko'ryapsizki, adabiyot san'atda va boshqa ideologiya sohalarida yangi qimmat qarashlarini qabul qilishga kelganda bak konservativlik ifodalayapmiz. Demak, bu o'z-o'zidan emas. Kimgadir bizning konservativ bo'lishimiz foydali bo'layotdi. Ammo yana boshqa sohalarda, boshqa hollarda bizning yangilikqa intilishchanligimiz ko'ptirilib, an'ana va an'anaviy qimmatlarimizni darhol tashlashga rag'bat berilmoqda. Mushu mavzularda nihoyat uzoq gaplashdik. Yig'ilib qolgan maoshimni ilibla yurtga yo'llab etdim. Balam balkim ehtiyojliqdir. Bola chaqliq bo'lgan bo'lsa, uylarini qaytadan o'ngshab selib olsin dedim. Men nima qilaman? Bir jinimga nada bo'lsin kunim o'tidi. Qilganim shu bo'ldi. Kuchlik radiodan birini elib oldim. Ishga tushdim. Mendan kutilgani ma'rif programmani bir ozdan milliylashtirish. O'quvchilarga az-azdan milliy ruh singdirish edi. Buni bakmi ustunlik bilan qilmasa, gumonxo'r Xitoylarning ko'zidan qochib qutulish tas. Darslik tuzish guruhlarining beshiga haqiqiy millatso'yar birini qo'yish kifoya edi. Ammo u qizib ketib, qadamni cho'ng elivetsila, ishning umri ko'ti bo'ladi. Bu qaytim ma'lum tamalarim bo'lg'ashqa haqiqatan qizg'in ishladim. Ta'laysiz millat. Nima bo'lg'ini sizga muayyan. Sayfiddinni yo'qotdi. Tanqidlash to'lqini qo'zg'adi. Uning jinoiy harakatlari orasida Urumchi aerodromini kengaytib yasaganligi tilga ilingan. Balkim nurg'un odamlar bu jinoyat bo'lamdigandi deb o'ylagan bo'lg'aydi. Chunki qarmoqqa aeroport degan Sayfiddinning shaxsiy mulki bo'lmasa, yasasa yana davlat mulkini yasagan bo'lmamdi. Buni Xitoylar o'zlari biletdi-da, yana bu tanqidlash materialida Teyipcanning dard to'kishimi bor edi. Ko'rash yo'li nomli dramani qayta o'zgartgizgan. Bu yo'qotish shuning bilan qolmadi. Uning gumashchilarini tozalashmi shularning ichida edi. Men bu ishdan to'xtatildim.
Әмма bu hareketning oxiri ustalık bilan yurtbozlikqa yetaklendi. Diqqat qildingizmikin? 80-ci yillardan başlap bütün vatanimizda atışlıqlarni nazardan tushirish to'lqini qo'zg'atildi. Sayfiddin huquqidan foydalanib, har qaysi joylarga o'rinlashtirib etgan atışlıqlar tozalandi. Bu o'rinlashtirishlarning Sayfiddin tarafidan bo'lg'ini haqiqatanmi kulkilik bo'lsa-mu, psixik qayta shakllantirishni boshdan kechirgan xalqimiz doimli bir ishning yarisi chiqishini yaxshi ko'radigan holatga keltirilgachga, ijobiy o'ylamay doimli yomon tarafga jo'raydigan, yomonlik kutib, yomonlik izlaydigan, yomonparast qiladigan bo'lib qolg'achqa, bu xil ichki moyillik Xitoylarning g'arazlik bozorga solgan bu shumliqini darhol mamnuniyat bilan qabul qilib, shunchalik kengaytdiki, shunchalik umumlashtirdiki, eng chet yaqlardagi maktablarda muallimlik qilayotganlarmi yaklinib yurtiga qo'g'landi. O'z vaqtida yangidan ozodlikqa erishgan zamonlarda, yangi hukumatga keraklik savodli odamlar doğru bo'lgan zamonlarda, savodli odamlar har yerda ehtiyojini qamdiyolligidek sonda tepilmaydi. To'liqsiz o'ttirni bitirgan bir odammi bugun bir universitet bitirgan odam erishamaydigan mavqeda xizmat qiladi. Mana shundoq ehtiyoj taqozo qilgan zamonlarda savodli odamlar otishliq ichida ko'proq edi. Shunglashqa ularni nega xizmatga buyursa, millatimning oqatish ishkan bo'pti, qaya bo'lsin baray degan ruh bilan chet yoqlarga berib xizmat qilgan edi. Mana shu bichoralar amdi u yerlarda yot bir qavmdan kelib qolgandek ko'rilishga boshlagan. Go'yo ularning yurtiga kelib olib, ularga hukmronlik qilayotgan zolimdek ko'rilishga boshlagan edi. Chunki amdi ularningmi o'z ziyolilari yetishdi. Atishliqqa ehtiyojlari yo'q edi. Bu kayfiyat hali ham davom qilmoqda. Bu texi kunsiri kengayib shu holga keladi-ki, bir yurt yana bir yurtlikqa ishonmas bo'ladi. Asosiy dushman uqumiga g'olishib, yuragimizni mana shu shumliq qaplab oladi. Millat o'ylamaydi-ki, nima uchun atishliq shuncha yomon bo'lib qoldi? Har kim mana shu savolni o'ziga qo'yib baxmaydi. Chunki insonlardagi hasad, qizg'anchiqlik tuyg'ulari qo'zg'ab etilgan bo'lg'ashqa, hech sening opangni xam o'rib etgan bir yomonlikni aytib beramisanmi, yanada shundoq o'chmanlik qilaverasan. Buningga shundoq yeshil chiroq yiqib berildi-ki, texi ko'chalarda eqib yurgan, yurtlar aro bir-birini mazoq qiladigan hikoyalar, tamsillar bara-bara adabiyotimizdan o'rin oladi, sahnalarga chiqadi. Chunki tajovuzchi bo'lishiga qaramay o'zini madiylat go'zalligan Xitoylar bizga bir-birimizni g'ajaydigan. Hech bo'lmagandimi Shanxo'ga, chaqchaqqa yo'lab bo'lsa-mu, yurt hukumini tilga ilib cho'qib oladigan. Bunun xosiyatida jamiyatni go'yo yurt bilan yurt orasida kelishtirgili bo'lmaydigan bir dushmanlik qaplab ketgandek, o'zaro ishonmaydigan, o'zaro kin adovat saqlaydigan kayfiyatni barliqqa keltirolmasmi? Gerçi bunu qilganlar oddiyli bir qiziqchilik deb qilsa-mu, buning oramizdagi hongni kengaytishdagi psixik unumini tasavvur qilolmaysiz. Xitoylar boshlabli qo'ydimi, bo'ldi. Qog'inni o'zimiz avjiga chiqarib olishga yetishimiz. İnsaniyat tarixining muhim burilish nuqtalari yoki muhim sakrashlar nimani belgi qiladi? Bir nechta misol beray. Zamonaviy ma'arif, sanoatlashish, hozirgi zamon davlat modeli. Bu asrning boshlarida atishliqlar bu millatning madaniy va siyosiy hayotida yetakchilik rol o'ynab, tunji sanoatni, tunji zamonaviy ma'arifni, tunji hozirgi zamon davlat modelini taqdim qilgan edi. Әмді u sababi aniq bo'lmagan holda nafratga nishon bo'lmoqda. Bu bir turlik vafosizlikmidir yoki saposizlikmidir yoki birining maqsadlik o'yinining natijasimidir? Bir qaytim isyon chiqqan yurtdan keyin yana isyon chiqadi. Bir isyonkor chiqqan jamiyatning keyingi avlodlaridan yana isyonkor chiqadi. Buni jamiyatshunoslar, siyosat tadqiqotchilari obdan biladi. Ersi amillarni nazarga olgandimi, bu shundoq bo'ladi. Xitoylar buni obdan bilgachga, atishliqlarni bu millatning madaniy va siyosiy hayotining markazidan siqib chiqarib etish orqali o'zlarining siyosiy maqsadiga yetmoqchi edi. Bizninkilar nimaga yetmoqchi? Nafratlarining bir amaliy, mantiqiy sababi bormi? Buning orqasida yotgan ma'naviy ofat bu millatga bir asrda ondan aniq bilinadi.
Agar shu chaqda buni bilaligidek odamlar qap qolsa. Agar siz bularni oddiy holda o'zi otishliq bo'g'ashqa da'vatidi, bu degan tabiiy ishqo deb tushensingizmi bo'ladi. Bu o'zingizning ishi. Ammo halollik bilan o'ylab boqasiz. Hech bo'lmagandimi, menga bevosita nima ziyon soldi deb o'ylanib boqasiz. Aşıq etim xizmetdən toxtuğan peti ko'nglimda əmdi hech qaytmaslik qaroriga kelgan edim. Şoňa dərhal ko'cha arlab, yenidən içib etilgan bozorlardan iş tepishga kirishdim. Oxiri bu yerni topdim. Bu odam ko'nglimga yoqdi, chiqishib qoldik. Mana shundoq qilib ishlab ketdik.